Assalomu alaykum. O'zbekiston yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugungi dasturimizda tadbirkorlik subyektlariga yengilliklar, Toshkentda buzilishi belgilangan noqonuniy dom, Milliy gvardiyadan ichki ishlarga o'tayotgan maktablar va 715 ming aholiga ilk bor beriladigan toza ichimlik suvi haqida gaplashamiz. Uchtepa tumanida Hunarmandlar markazi qurilishi kerak bo'lgan hududda noqonuniy 9 qavatli uy barpo etilgani aniqlandi. Sud Turon Meros MChJ qurgan binoni ularning hisobidan buzish haqida qaror chiqardi. 2019-yilda Hunarmandlar ustaxonalari buzilganidan so'ng hukumat ularga 4 qavatli markaz qurib berishini va'da qilgan. Biroq investorlar bu borada turar joy qurishni boshlab yuborgan. Hujjatlarda bu bino hunarmandlar uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, aslida 9 qavatli uyga aylanib qolgan. 2024-yil 25-oktyabrda Uchtepa tumanlararo sudi noqonuniy qurilgan binoni buzish to'g'risida qaror qabul qilgan. 2025-yil 5-fevralda apellyatsiya sudi ham bu qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. Hozirda ish taftish instansiyasida ko'rib chiqilmoqda. Bino Turon Meros MChJ mablag'lari hisobidan buziladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoit yaratish va yangi faoliyat boshlaganlarni qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidladi. So'nggi 3 yilda 17,5 ming korxona tashkil etilgan bo'lsa, ularning katta qismi 1 yilga yetmasdan tugatilgan. Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm va Jizzax viloyatlarida yangi korxonalarni qo'llab-quvvatlashda kamchiliklar borligi qayd etildi. Endi yangicha birinchi imkoniyat tamoyili joriy etiladi. İlk bor ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan tadbirkor javobgarlikdan ozod qilinib, kamchilikni bartaraf etish imkoniyati beriladi. Bundan tashqari oxirgi 3 yilda aylanmasi 10 milliard so'mdan kam soliq qarzi yo'q korxonalar auditdan o'tmasdan ixtiyoriy tugatilishi mumkin. Kichik va o'rta biznesga qo'shimcha majburiyat yuklaydigan hujjatlarni qabul qilishga 3 yillik moratoriy joriy etildi. Fermerlar uchun muhim yangilik bor. Soliq qarzini o'z vaqtida to'lay olmagan fermerlar uchun umumiy 1 trillion so'mlik penya undirilmaydigan bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15 ta tuman va shaharda davlat idoralarini bitta binoga jamlash tashabbusini ilgari surdi. Yangi binolarning 1-2 qavatlari tadbirkorlarga sotiladi. Bo'shaydigan 150 ta davlat binosi auksionga chiqariladi. Tashabbus Qo'ng'irot, Chimboy, Asaka, G'ijduvon, G'allaorol, Yakkabog', Xatirchi, Chortoq, Bulung'ur, Sirdaryo, Denov, Quva, Shovot, Yangiyo'l tumanlari va Marg'ilon shahrida amalga oshiriladi. Tadbirkorlar bilan uchrashuvda davlat rahbari kichik va o'rta biznes ulushini 55% ga yetkazish, 1,5 million doimiy ish o'rni yaratish va eksport hajmini 12 milliard dollarga chiqarish rejasini ma'lum qildi. Shuningdek, investorlarga 10 ming kvadrat metrgacha davlat obyektlari 5 yilga bepul ijaraga beriladi. Bu islohot 250 mingta yangi korxona faoliyatini kengaytirishga yordam beradi. Shuningdek, kichik biznes infratuzilmasiga 1,5 trillion so'm ajratilishi belgilanmoqda. O'zbekistonda 2025-yilda 715 ming aholiga ilk bor markazlashgan toza ichimlik suvi yetib boradi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari ma'lum qildi. Joriy yilda 1619 kilometr ichimlik suvi, 521 kilometr oqova suv tarmog'i tortiladi. 162 ta inshoot quriladi va rekonstruksiya qilinadi. 135 ming xonadon oqova tarmog'iga ulanadi. 157 ming iste'molchiga zamonaviy hisoblagich o'rnatiladi. Bundan tashqari davlat rahbarining Fransiyaga tashrifi doirasida Surxondaryo va Qashqadaryoda ichimlik suvi uchun 340 million yevrolik 3 ta loyihaga kelishildi. Sohani raqamlashtirish uchun Osiyo taraqqiyot bankidan 125 million dollar jalb qilinadi. 5 yilda yirik suv inshootlari va magistral quvurlarga 4800 ta aqlli hisoblagich, 2800 ta telemetriya tizimi o'rnatish reja qilingan. Respublika va 14 ta hududiy suv ta'minoti korxonalarida yagona situatsion markaz tashkil etilib, avariyalarni tezkor bartaraf qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Milliy gvardiya endi maktablarda bolalar tarbiyasi va davomat bilan shug'ullanmaydi. Bu vakolat yana ichki ishlar organlariga qaytdi. Bu Bosh prokuraturada o'tkazilgan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum qilindi. Video selektor shaklida o'tgan tadbirda Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, mahalliy hokimliklar va boshqa mutasaddi idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilishda kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish, mahallalarda huquqbuzarliklarning oldini olish mexanizmi muhokama qilindi. Shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurashda mavjud kamchiliklar misollar orqali tahlil qilindi va
galdagi vazifalar belgilandi. Qarorga asosan Milliy gvardiyaning voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlari va 2000 ta shtat birligi Ichki ishlar vazirligi tuzilmasiga o'tkazildi. Endi ichki ishlar organlari voyaga yetmaganlar bilan oila, mahalla, maktab tamoyili asosida ish olib boradi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha ana shulardan iborat edi. Kun.uzdan uzoqlashmang, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.